Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun siz bilan yangi mavzu Yevroosiyo materigi tabiiy geografik o'rni o'rganish tarixi mavzusini ko'rib o'tamiz. Biz har bir materikni o'tgan paytimizda uning asosiy xususiyatlarini to'liq o'rganib chiqqanmiz. Afrika dunyoning eng issiq materigi, Antarktida esa eng sovuq materik. Avstraliya materigi qurg'oqchil materik deb aytsak, Janubiy Amerikani eng sersuv materik ekanligi haqida hammamiz o'rganganmiz. Chunki Amazonka daryosi Janubiy Amerika materigidan oqib o'tadi. Yevroosiyo materigining asosiy xususiyatlari: yer yuzasining eng katta, eng baland supermaterigi hisoblanadi. Chunki bu yerda yer yuzasining eng baland joyi Himalay tog'ining Everest cho'qqisi xuddi shu materikda joylashgan. Uning balandligi 8848 metrni tashkil etadi. Shimoliy yarim sharning sovuqlik qutbi mavjud. Eng yirik yarim oroli, eng chuqur g'ori, eng chuqur va eng katta ko'li Yevroosiyo materigida joylashgan. Eng katta ko'l bu qaysi ko'l? To'g'ri, bu Kaspiy ko'l bo'lib, uning maydoni 376 ming kilometr kvadrat hududni egallagan. Eng chuqur ko'l 1620 metrni tashkil qilgan Baykal ko'li ham Yevroosiyo materigida joylashgan. Bu yerda Shimoliy yarim sharning barcha iqlim mintaqalari va tabiat zonalari shakllangan. Eng katta deltasi bor. Yer sharidagi 8 minglik 14 ta cho'qqining barchasi shu materikda joylashgan. Doimiy muzloq yerlar maydoniga ko'ra birinchi o'rinda turadi. Berg havzalari maydoniga ko'ra yetakchi. Qor chizig'i balandlik qutbi o'tgan joyi 6400 metr, markaziy Tibet shu yerda joylashgan. Yevroosiyo materigini tabiiy geografik o'rni. Yevroosiyo materigi Shimoliy yarim sharda to'liq joylashgan materik hisoblanadi. Faqat Osiyo qit'asining orollari Janubiy yarim sharga kirib boradi. Qirg'oqlarini 4 ta okean suvlari yuvib turadi. Yevroosiyo materigi quruqlik maydonining deyarli 36,5% egallaydi. Bu materik Yevropa maydoni 10 million kilometr kvadrat hududni tashkil qilsa, Osiyo maydoni 44 million kilometr kvadrat hududni egallaydi. Yevropa so'zi g'arb degan ma'noni anglatadi. Osiyo esa sharq degan ma'nolarni anglatadi. Yevroosiyo materigini sharqda Bering bo'g'ozi orqali Shimoliy Amerikadan ajralsa, g'arbda Gibraltar bo'g'ozi orqali Afrikadan ajralib turadi. Yevroosiyo materigining o'rganish tarixi. Yevroosiyo eng qadimgi sivilizatsiya markazi hisoblanadi. Qadimgi Hindiston, Xitoy, Isroil, Gretsiya hududida madaniyat bir necha ming yil avval rivojlangan. Dastlabki xaritalar, globuslar ham xuddi shu hududda kashf etilgan. Eratosfen, Ptolomey tuzgan xaritalarda Yevroosiyo va Shimoliy Afrika aks ettirilgan. Materik to'g'risidagi dastlabki geografik ma'lumotlarni qadimgi faylasuf, tabiatshunos olimlardan Eratosfen, Gerodot, Strabon, Aflotun, Ptolomey va boshqalar asarlarida berilgan. Yevroosiyoning ichki o'lkalarini, tabiatini o'rganishda O'rta Osiyolik geograf olimlarning xizmati ham katta hisoblanadi. O'rta Osiyo va arab geografiyasining asoschisi Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning xizmatini alohida ta'kidlash lozim. Xorazmiy ilmiy faoliyati davomida tabiiy fanlarning rivojlanishiga, tabiatni o'rganishga alohida e'tibor bergan.
Uning boshchiligida 70 ga yaqin olimlar jahon xaritalarini tuzishgan. Xorazmiy kitob Suratul al-Asr yerning tasviri kitobini yozgan. Ko'plab geografik obyektlarga tavsif bergan, koordinatalarni o'lchagan va yer kurrasining kattaligini aniqlagan. Abu Rayhon Beruniy Hindistonda yashagan davrida o'lkaning daryolari, tog'lari, o'simliklari va hayvonot olamini batafsil o'rganib, Hindiston asarini yozadi. U Amudaryo misolida daryo keltirayotgan tog' jinslarining massasi, suv oqimining tezligi to'g'ri proporsional ekanligini aniqlaydi. Bu keyinchalik Beruniy qonuni deb ham ataladi. Beruniy Qoraqum, Qizilqum hududlarining paydo bo'lishi, materiklarning siljish g'oyasini birinchi bo'lib aytadi. Beruniy 1010-1017 yillarda Xorazmda olimlarni birlashtirib, Fanlar akademiyasini tashkil qiladi. Olimlar orasida Ibn Sino ham bo'lgan. Olimlar geografiya, astronomiya, geodeziya, matematika, kartografiya, geologiya fanlarini rivojlantirishgan. Zahiriddin Muhammad Bobur O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Hindiston hududlarining aholisi xo'jaligi haqida qimmatli ma'lumotlar yozib qoldirgan. Ayniqsa uning Boburnoma asarida geografik ma'lumotlar to'liq berib borilgan. O'rta Osiyolik olimlar dunyo geografiyasi tarixiga, kishilik madaniyatiga ulug' hissa qo'shgan xalqlar hisoblanadi. Ularning ilmiy merosini jamlab, ular haqida Hasanov Sayyoh olimlar asarini 1981 yilda zavq-shavq bilan yozgan.